Barchaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan akalar, ukalar va opa-singillar. Do'stlarim, bugun esa 2000 rubllik o'yinimizni sohiblarimiz kelishgan, tantanali, chiroyli ravishda mashinalarni topshiramiz va oq yo'l tilaymiz aka-uka opa-singillarimizga. Hozirda esa ikki og'iz bo'lib turgan o'yinimiz haqida ma'lumot berib o'tib ketsam. Akalar, roppa-rosa 200 dona chiptamiz qopti. Главный prizda BMW X7 M paket qop-qora svetda akalar. Тройной panorama, 5 ключевой достуp. Kim yutsa rohatli qilsin. 590 dona ishtirokchi ishtirok etyapti bu o'yinimizda. 590 ta priz. Ulardan esa главный prizimizda yonimizda turgan mana shu toychoq bo'lyapti va pul prizlaridan 65 ta katta prizimiz bor. $10,000, $5,000, $3,000, $2,000, 5 ta konvert, $1,000dan 5 ta konvert, $500dan 50 ta konvert, $300dan pul prizimiz bo'lyapti. Ya'ni har 9 tadan bitta inson g'olib bo'lib chiqadi. Katta prizdan hammaga akalar podarishli bilet beramiz. Bu o'yinda hech kim yutqazmaydi akalar. Bu o'yin bir marta bo'lyapti, shu bilan akalar. Qaytib bunday o'yin qilmaymiz. Shuning uchun 20,000 rubl har aka ukamizga cho'ntagiga og'ir kelishi mumkin akalar. Kimgadir og'irlik qilib turgan bo'lsa, 200 dona biletimiz qoldi. Bir marta bo'lsa ham omad sinash kerak do'stlarim bu o'yinimizda. 2 kishi 10 mingdan tashlab bilet olsangiz ham bo'ladi. Shuning uchun har biringlarga avvalambor ishonch uchun, poddeshka uchun kattakon rahmat demoqchiman. Yuringlar bo'lmasam, chiptani qandoq olamiz degan akalarimizga bitta nomer telefonimizga, karta ham, WhatsApp ham bog'langan 8904 601 50 21 nomerimizga. Murtazo chiqyapti kartaga, bemalol tashlayverasizlar. Bitta nomer telefonga karta ham, WhatsApp ham bog'langan. Chekini WhatsAppga yuborishni unutmaysiz. Opajon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Yaxshi kelib oldinglarmi? Keling sal yaqinroq. Avvalam sizni tabriklaymiz. 2000 rubllik o'yinimiz o'tib do'stlarim. Eng главный prizni yutgan opamiz shu yoq bo'lishadi. Ikki og'iz o'zingizni tanishtirsiz opa. Qanchadan buyon ishtirok etib kelyapsiz? Kim sizga o'zi tavsiya qildi? Emotsiyalar. Avvalo assalomu alaykum hammaga, barchaga. Meni o'g'lim tavsiya qildi. O'g'lim bu Xudinjon, bu jiyanim. Bir marta olgandan yutdim, hammalaringiz yutingizlar. Men Tojikiston Respublikasi, Sug'ut viloyati Bobojon G'ofurov nohayasidan Samg'or dehasidan bo'laman. Xursandligimdan hayajonlanib ketyapman. O'yin haqqoniy. Men o'yinda ishtirok etmasimdan oldin haqqoniyligini bilib, ko'rib, nechta insonlar yutganini ko'rib faxrlanib o'tirardim. Mana shu ukamdan ham, shu ukam bilan birgalikda faoliyat olib borayotgan ukalardan ham. Barchalaringiz yutalmaganlar, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Bergan pullaringizga rozi bo'lingizlar. Xudo xolasa endigi o'yinlarda meni joyimda turish sizlarga ham nasibi ro'za aylasin. Rahmat opajon, samimiy so'zlaringiz uchun. Главный prizimiz sizga nasib qilib tushsa bor. O'zi kim tavsiya qildi? Efirda aytdingiz, birinchi marta olishim, o'g'lim bilet olib berdi deb aytdingiz. O'g'lim olib berdi. O'g'lim o'zi oldindan o'zi olib bilet o'ynab yurardi. Men o'zim endi o'g'lim tavsiya qilganda men bir marta oldim, bir martada chiqdi. Allohimga behisob shukrlar bo'lsin. Bundan oldin bilet olganmidingiz? Bundan oldin men olmaganman. Nima uchun endi ana shu o'yinimizda bilet olib berdingiz? Ko'nglimga Alloh soldi shekilli. Ko'ngil sezdi deng. Ko'ngil sezdi. Allohga shukr. Moshingiz bo'lsin. Baq o'g'lingiz bo'ladi. Baq o'g'lim. Keling aka, yaxshimisiz, tuzumisiz? Keling aka, yaxshimisizlar? Siz o'g'illar bo'lasiz. Ya'ni tavsiya qilgansiz. Men o'zim bir 3 yildan beri o'ynab kelaman. Bir olsam 5 ta bilet olganman-da orzaroq paytida. Shu orzaroq paytda 5 ta, yemasam 3 ta. Bu safar ham 3 ta oldim. O'zimga 2 ta, onamga bitta olib berdim aka. Biron nima yutdingiz? Yo'q, yutganim yo'q edi. Mana yutdik endi xudoga shukr. Hech nima chiqmadi. Endi yo'q, yutganlar bor-da biz tarafda. Biz taraflardan ko'p odam yutgan, sizdan yutganlar bor, kvartiralar, misol uchun o'rtoqlarim tashab turardi video. Shuning uchun qiziqib o'ynardik, ishonib. Tanishlar o'zi yutganlar. Tanishlar bor-da, shuning uchun o'ynaymiz. 3 yil buyon qoldirmay o'ynab kelasiz. Yo'q, qoldirib. Padariyat emas, ba'zida misol uchun 15 minglik o'yin qo'ygan paytingizda ola olmaymiz ba'zida bilet, ba'zida olaman. Bolalar ham oladi. Kattasidan oldingizmi bilet? Xudo xolasa endi olamiz-da. Endi olamiz, xudo xolasa. Men necha yildan beri o'ynagan bo'lsam, pul tikib, rozi bo'lib o'ynab kelganman, xursand bo'lganman. Sizlar ham rozi bo'lingizlar. Sizlarga ham nasib qilsin yutish. Allohim. Samimiy so'zlaringiz uchun avvalam katta rahmat. Rozi bo'lingizlar. Avvalam shu ekran ortida o'tirgan aka-ukalarimiz rozi bo'lishdan xabaringiz mana bizga qoldi. Xudo xolasa sizlarga nasib
Hop, mana do'stlarim, mashinamizning dokument kalitlari bilan shu opamizga topshiramiz dedi. Opajon, o'shancha bir qarsak chopib qo'yamiz endi shu opamizni tabriklab. Yaxshi kunlaringizga buyursin. Bo'lmasam opa, shunda olgan chekingizni, biletingizni bir qator ko'rsatib yuboramiz. Ha. Bo'ldi. Shunda turib turasiz. Mana do'stlarim, yangi loyihamizdan bilet qilgandik. Mana bilet raqamlari 30 u 18 Doniyorova. Ana shu glavniy priz opamizga nasib bo'ldi. Xo'p. Mana bu yerda mana cheklari ham turibdi. Bir qator cheklarni ko'zdan kechirib qo'yamiz. Ana 2000 rubl tashlashgan 50-21 bizni получатель. Buni ko'ryapsizlar-a? Hammasi joyida. Opamizga avvalambor kattakon rahmat. Mana bu yerda mana o'sha dokumentlarni tashashgan dogovor qilishimiz uchun. Opa, avvalam yana bir bor tabriklaymiz. Oxirgi marta samimiy so'zlaringiz bo'lsa, yo'llab qo'ying obunachilarimiz. Obunachilar, hammalaringiz rozi bo'lingizlar pullaringizga. Sizlar ham yutingizlar. O'yin haqqoniy. Mana shu ukamlarga ham, sizlarga ham hammalaringizga rahmat. Hammalaringiz nima niyat qilsalaringiz, niyatlaringizga yetingizlar. Endigi safar bizni joyimizda turib mana shunday mashinalarni yutib olish sizlarga ham nasib qilsin. Rahmat opajon, samimiy so'zlaringiz uchun. Aka, men o'ylayman, dalshi davom etasiz. Inshaalloh sizga nasib qiladi. Tinchmisiz aka? Rahmat. Qarindoshlar bo'lasiz. O'ynab kelyapsizmi siz ham? Endimi? O'ynamayman uncha. Nima uchun? Men endi ko'rdim. Men unaqa narsaga ko'p ishonmardim. Hozir ko'rdim. Chudo bor ekan bu jamiyatda. Haqiqat yuzaga chiqyapti do'stlar. Aqdam turibdi akalarim, ishonmaganlar kelgan hali ko'pchilik. Hech o'ynamagani xolam yutdim dedi. Mana keldik, mana ko'ribman, men ishondim. Xudo xolasa o'zi qiziqib qoldim, o'ynayman xudo xolasa. Omad sinab ko'rasiz, kattasi bo'lyapti, oz bilet qoldi aka, sog' bo'lasiz. Do'stlarim, ikkinchi g'olibimiz bizni efirga chiqmay qiynagan akamiz. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling aka. Sizomisiz? Avvalam xush kelibsiz. Kia K5 oppog'ini yutish nasibda aka. Ikki og'iz o'zingizni tanishtirsangiz, qayerdan bo'lasiz, qanchadan buyon bu ishtirok etib kelyapsiz? Nima uchun o'sha kuni efirga chiqa olmadingiz aka? Assalomu alaykum Oybek akamning podpischiklari. Men Tojikistondan bo'laman. O'sha kuni efirga chiqa olmaganim sababi WhatsAppga svязь yo'q edi. VPN yoqib qo'ymadi, shuning uchun chiqa olmadim. Skachat qildingiz ham ishlamadi? Yo'q, вообще подключить qilolmadim. Shunaqa. VPNga. Shuning uchun chiqa olmadim, uzr. Promo efirga shuning uchun chiqa olmadik. Qanchadan buyon? 2 yildan beri bilet olaman. Pashta hamma o'yindan olib kelganman. Hammasi. Ha. Lekin biror marta bronza chiqqan yo'q. Xafa ham bo'lganim yo'q. Mana shu xala 2000dan bitta mashina chiqdi. Omadingiz shu o'yinda bo'lgan ekan. Ha. Bu ham bir baxt. Samimiy glavniy aka-ukalarimizga aytingda, mana shunchadan bir o'ynab kelyapsiz, qoldirmay. Конечно, tushkunlikka tushmangizlar. O'yingizlar, o'yin halol chiqadi. Bir kun bo'lsa bir kun chiqadi. Mana 2 yilda chiqdi. Ijtimoiy emas. Tushkunlikka tushganimiz yo'q. Самое главное, o'yin haq. Yolg'on emas. Mana 2 yildan beri o'ynab mana chiqibdi. Bir tanishlar bormi aka yutganlar? Tanishlar yo'q, bizdan yo'q. Tanishlar yutmasa ham qoldirmay ishonch bildirib o'ynab kelibsiz. Bu juda ham katta narsa, nasam deydi. Yo'q, постоянно qatnashganman. O'yiningiz yomon ma'qilgan, chunki haqiqatan ham o'sha o'tganlarda, videolarda ko'rib, постоянно ko'rib kelaman. Avvalam ishonch uchun kattakon rahmat qolamiz. Nechta bilet oldingiz? Bitta bilet. Bir dona. Akalar, bir dona bilet bilan mana ko'pchilik aytadi. Bir bo'lsa aka olgan bilet chekingizni ko'rib olamiz. Moskovskiy oblastdanmi siz? Kalujskiy oblast. Kalujskiy oblastdan. Ha. Ekranga shunday ko'rsatasiz, bunday qilib. Xo'p, do'stlarim, akamiz 972-raqamda olishibdi. Vahobjon ekan ismlari. Xo'p, mana bu yerda mana bundan oldin o'ynagan cheklari ham turibdi ekan. Shunda mana 2000 rubl bizning nomer telefon Vahobjon akamiz o'zlari tashlashgan. Akamiz avvalam tabriklaymiz. Ikkitadan kalitlari bor mashinamiz do'stlarim. Aka, shuncha bo'lmasam keyin bir tabriklab qo'yay. Gap yo'q, akamizni tabriklaymiz do'stlarim. Bugungi g'olibimiz. O'ynangizlar doim. Bir kun bo'lsa bir kun chiqadi.
hech shukurlikka tushmaysizlar. Hammalaringiz rozi bo'lingizlar. Biz ham shu 2 yildan beri olib kelganmiz, rozi bo'lganmiz постоянно. Chin ko'ngildan. Hammalaringizga omad. Yaxshi kuningizga buyursin aka. Tagidan shamol o'tib shu aka ukalarimizga iloyim nasib qilsin. Aka kelingchi, kim bo'lasiz? Men hamshasi bo'laman, Sasida. Bilganmidingiz bunday o'yinlar? Yo'q, men kiyginimcha ham bilganman, emas, endi bilyapmiz-da. Endi nasib o'zi. Aytib bir marta Peter borib kelaylik deb aylangandik, o'ylab hamda. Kesak mashina o'tibdi. Hay akamga tabrik. Hammaga omad. Men-ku bu o'yinni bilmardim, nasib bo'lsa endi biz ham Kiygincha ham aytmading? Ya kiygincha yarim yo'lga aytdi. Bir 500 kilometr qo'ygan aytdi. Biz avval shunday. Qalay bo'ldi aytganda? Ishonch bo'ldim, bo'lmadi. Nimaga ishonch bo'lmaydi shuni? Akam bu Peterga nima ishi bor bo'lmasa, men aytdim, hay bo'lmasa ketdik deb keyin undan battar yana bosib turib tezroq boraylik deb keldim. Ha, mashinada keldik biz. Avvalam sizga ham shunday mashinalar yutish nasib qilsin aka. Katta o'yinimiz davom etyapti. Nasib bo'lsa, nasib bir omad sinab ko'rasiz. Yaxshi kunlarga buyursin aka bo'lmasa. Akalar 3-g'olibimizni tabriklaymiz bo'lmasam. Aka assalomu alaykum. Yaxshimisizlar aka? Tuzumsizlar. Xush kelibsizlar. Avvalam shunday mashina yutish nasib qilibdi. Tagidan shamollar o'tirib yursin aka. Yaxshi kunlarga buyursin. Ikki og'iz endi o'zingizni tanishtirsangiz, qayerdan bo'lasiz? Ismingiz kim? Qanchadan buyon ishtirok etib kelyapsiz? Avvalambor assalomu alaykum. Jizzax viloyati Zomin tumanidan gapiravering. Gapiravering. Nima bo'lyapti? Xijolat bo'syapti. Xijolat bo'syapti. Kameraga qarab aka. Jizzaxdan bo'lasiz. Jizzaxdan bo'laman. Qanchadan buyon ishtirok etyapsiz? 1 yildan beri ishtirok etaman. Mahalladoshim yutgan. BMW X6 bilan Solaris yutgan. Shulardan keyin ishonch oshgan yana. Yana o'ynab turardim, ondan sonda bitta ikkita bilet olib o'ynab turardim. Sizlar ham ishoninglar. Yaxshi, ham misol shuncha o'ynab kelganmiz, rozi bo'lib o'ynab kelganmiz. Sizlar ham rozi bo'lib qo'yinglar. Rahmat. Buncha xijolat bo'lsangiz. Hayajon bo'syapti-da ma'lum. Davleniya bo'lyapti. Nechta bilet oldingiz aka bu o'yinda? 2 ta bilet olganman. 2 dona bilet oldingiz. Bundan oldin qanchadan olib kelardingiz? Bitta, ikkita olardim. Bitta, ikkita. Har doim shu oilaviy byudjetga zarar keltirmagan holatda bitta, ikkita olib turardim. Xullas, tanishlar yutgan hamqishloqlar mashinani olib ketishganmi, ko'rganmisiz? Yo'q, pulini olib ketishgan. Pulini olishgan o'sha paytlar. Shunday. Sami glavnisi ishonch bildirib shunchalik o'ynayapsiz ekan, kattakon rahmat. 2 dona bilet olibsiz. Shuni olgan biletingizni ko'rib olamiz. Qaysi shahardan keldinglar? Novosibirdan keldim. Novosibirdan kelgan. Mashinada keldinglarmi? Yo'q, samolyot. Samolyotda keldinglar. Billa keldingiz aka. Yo'q, bu aka shu yerda. Ha, shu yerda bo'ldi. Olgan chek biletingizni bir qator ko'rib olamiz. Novosibirdan bir 4000 kilometr bo'lsa kerak. 4000 kilometr. 4000 kilometr. Ho, ekranga ko'rsatasiz aka. Bitmi? Xo'p, do'stlarim, akamiz 2 dona mana bilet olishibdi. Qaysiga chiqdi aka? 44 ga tepadagisi. Xo'p, do'stlar, mana 46-raqam oilamga deyishibdi. Ikkinchisi esa mana 44-raqam. Kichkina songa chiqibdi-da. Akalarimiz aytadi, kattaroq raqam bering deydi. Xo'p, mana do'stlar, 4000 rubl tashlashgan Jahongir akamiz. Получатель karta orqali o'tkazgan ekansiz-da. Ko'p karta almashib ketyapti do'stlarim. Avvalam akamizni tabriklaymiz do'stlar. Mana mashinamiz dogovori, dokumentlari bir hovuch mana kalit akamizga. Keling aka, tabriklab qo'yasiz, yaxshi kunlaringizga buyursin g'olibimizni. Ishongan, ishonmagan akalarimiz bor. Ekran ortida o'tirib sizni baxtiyor qilishgan akalarimiz bor. Shu insonlarga oxirgi marta samimiy so'zlaringiz yo'llang aka. Obunachilarga omad tilaymiz. Avvalom musofirlar Xudoyim o'zi saqlasin. Uy ota-onasining oldiga eson-omon borish nasib qilsin hammasiga. Kelasi safar o'yinda menga o'xshab mashina yutib olish nasib qilsin. Samimiy so'zlaringiz uchun buncha xijolat bozmasa. Uylanganmisiz? Ha, uylanmagan ekanda akam. Uylangandan keyin hayajonlar hammasi o'tib ketadi aka. Xijolat bo'lmaysiz. Kelingchi aka. Yaxshimisiz? Keling yaqinroq. Bu akamiz juda gapirtirish qiyin bo'lyapti. Kim bo'lasiz aka siz akamizga? Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Bu mahalladosh ukam bo'ladi. O'sha Novosibirskdan mashina yutib olgan ekan sizlarda o'ynab.
telefon qildi shu yutib oldik deb. O'tgan safar o'rtog'im yutib oluvdi moshin sizlardan. Hyundai Solaris'da. O'shanda ham kelib, ha, Siz ham o'ynab turasizmi? o'ynab turaman ham. Biz ham endi boyagi anaqadan oilaviy sharoitdan ortqizib o'ynab turamiz. Hozircha xudo xolasa yo'q, xudo xolasa bizga ham nasib qilib qolar. O'ynayotibmiz. Bironta yutganmiz shu paytda. Yo'q, hozircha yo'q. Yo'q, hozircha hech nima chiqmadi. Men ham 1-2 yillardan beri o'ynayman. Nasib aka. Ha, nasib xudo xolasa. Shunday, shunday. Yaqin значит buyog'i. Hammaga rahmat. O'ynanglar, yaxshi, ishonchli o'yin. Alloh rozi bo'lsin hammadan. Sizlarga ham rahmat kattakon aka. Ekran ortida turgan jamoangizga hammaga rahmat. Yutinglar, hammani omadini bersin. Rahmat. Samimiy so'zlaringiz uchun sizga ham aka omad tilab qolamiz. Kelib har aka-ukalarimiz emas, o'zingiz ham kelib bir mashina olib ketish nasib qilsin. Inshaalloh. Akalar, opalarimiz chetdami? U ketdi, mashinani ko'ryapti akalarimiz. Do'stlarim, nima deyman? Главный priz BMW X7 mizga 200 dona chipta qopti. Mana yerda ko'pchilik aka-ukalarimiz bo'lib kelishgan. Har biringlarga avvalambor shu yerlarda turib, mashinalarni olib ketish nasib qilsin. Kelgusida men o'ylayman, har bir aka-ukamiz baxtiyor qilamiz. Hozirda esa do'stlarim, mana buni kattasi kelgan. Akasi turibdi, Главный prizda, super sovrinda do'stlar, kim yutsa borki, yelkasidan bu eng katta tashvishi toshni ag'dariladi. Shuning uchun bir marta bo'lsa ham mana shu o'yinda toshni omad sinash kerak. Bir hovuchgina bilet bo'ladi aka bu o'yinimizda. Yutish imkoniyati juda ham katta. Nima deymiz akalar, ukalar? Hammaga omad tilab qolamiz, ha? Omadini bersin hammani. Gap yo'q do'stlarim bo'lmasa. Tojikiston va